بسم الله الرحمن الرحيم. درس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الثالث الدرس الثامن. درس اللغتنا 3 قسم 8 درس. Bu dersteki mühim gramatiklik nokta isim ma'rifa ve isim nakira, yani tunuşluq isim ve tunuşsiz isim haqida bo'ldi. Mashqning 2-chi qarayli. El ismu imma ma'rifatun ve imma nakiratun. Isim yoki tunuşluq bo'ladi yoki tunuşsiz bo'ladi. Fal ma'rifatu tunuşluq isim deganimiz ma dalla ala muayyanin ka Muhammadin ve anta ve haza ve kitabul mudarrisi vel jami'atu. Tunuşluq isim deganimiz muayyan bir narsani ko'rsatadigan isim. Mesela Muhammad, sen, bu, o'qituvchining kitobi, jamia universitet deganga o'xshash. Nakira deganimiz muayyan bo'lmagan bir narsani ko'rsatadigan isim. Masalan, er kishi, kitob, universitet desak, qaysi kitob, qaysi er kishi, qaysi universitet bu noma'lum. Aqsamul ma'rifa tunuşluq ismning qismlari 7 qism. Ular birinchi damir. Yani damir degan kişilik olmash. Masalan, ana, anta, huwa ve katabtu yoki katabta degandagi ta ve yaktubuna degi vav mushular tunuşluq ismning qatoriga kirdi. Ikkinchi turi al-alam, yani xos ism. Masalan, Ahmad, Hindiston, Makka deganga o'xshash odam yoki yer joyninki xos ismlari. Uchinchi ism ishorat, ko'rsatish ismlari. Haza, zalika, zihi, tilka, haula'i degandek. Ism mavsul. مثل الذي والذين التي اللاتي وما ومن الموصولتين، يعني اسم موصول من استكلغام مولا من، يعني الذين من سدا. باشنجي ألف لام كرجع اسم. مثلا الكتاب الرجل دسك bizning zehnimizda tunishliq bo'lgan yoki ilgari gipi qilib o'tilgan yoki ko'z oldimizda bor kitobni yoki er kishini ko'rsatadi. 6. Ma'rifa, yani tunuşluq ismga mudaf bo'lib kelgan ism. Masalan, kitabuhu. Hu damir ma'rifaning qatorida bo'lganligi uchun bu yerda kitabuhu degi kitob mudaf ila ma'rifa tunuşluq ism deymiz. Kitabu Hamidin va kitabu haza va kitabul lazi kharaja min al-fasli qabla qalilin. O'shadagi kitob mudaf allazi mudafun ilay. Shuning uchun bu yerdami kitob degan al-mudaf ila ma'rifa tunuşluq qism bo'lib ketadi. Va kitabul mudarrisi bu mu tunuşluq qism bo'lib ketadi. Tunuşluq qismga mudaf bo'lib kelgan vaqtida. Ammal mudafu ila nakiratin fa nakiratun. Amma nakira ism mudaf bo'lib kelgan ism nakira bo'ladi. Masalan, kitabu talibin va baytu mudarrisin sak qaysi o'quvchining kitobi, qaysi o'qituvchining uyi buni bilmaymiz. Shuning uchun bu nakira ism bo'ladi. 7-si an-nakiratul maqsudatu bin nida. Nida bilan, yani chaqirish bilan maqsad qilingan, yani maqsad qilib turib chaqirilgan nakirasi. Masalan, ya valadu, valadun degan nakirasi bo'lsa-mu, lekin maqsad qilib turib bir ma'lum bir balni maqsad qilib turib chaqirgan vaqtimizda u chaqda ma'rifa bo'lib ketadi. Va ya shayxu iza nadayta valadan va shayxan muayyanayni, yani muayyan ma'lum bir shayx yoki ma'lum bir balani to'lasangiz u chaqda bu ma'rifasi bo'lib ketadi. Ama nakiratu g'ayrul maqsudati bin nida. Nida bilan chaqirish bilan maqsad qilinmagan nakira bo'lsa, u chaqda nakira bo'ladi. Ka qawlil a'ma, ama kishining gapiga o'xshash. Masalan, ama kishi ko'may turib to'laydi. Masalan, ya rajulan khuz bi yadi. Ey kishi mening qo'limni tuting desa, kim bo'lishidan qat'iy nazar birisi mening qo'limni tutsin demakchi. Shuning uchun bu yerdagi rajulan nakirasi bo'ladi. Maqsad qilinmaganligi uchun. والمعرفة لا تتغير حالها بالنداء. معرفتنا hali nida bilan o'zgarmaydi. Ya Xolidu, ya Haza, ya'ni ma'rifa ismni nida qilgandan keyin, chaqirgandan keyin, ya'ni ma'rifa oldi turaverdi. Ma'rifa oldidan nida bilan nakira holatiga o'zgarib qolmaydi demakchi. Al-ana hulla hazihi tamarin. Hozir bu mashqlarni ishlang. Birinchi, nakira uchun 3 misol keltiring. Nakira ism uchun 3 misol keltiring. O'zingizlar keltirib baxsanglar bo'ldi. Yuqorqi o'rgangan shartlarga asosan. Ikkinchi, ma'rifaning qismlaridan har bir qism uchun 3 misol keltiring. Uchinchi, darsdan nakira ismlarni chiqaring. To'rtinchi, darsdagi ma'rifa tunuşluq ismlarni chiqaring va har birining turini bayon qiling. Ya'ni biz yuqori deb o'tgan ma'rifaningki qaysi turi kirdi, shuni bayon qiling. 5-chi, darsda ya baladu, ya maliku deb keldi. Mushu ikkisining qaysi nida bilan tunuşluq aylanib ketdi? Buni deb baxsanglar bo'ladi.
6-cı məşq tövəndəki hədisni oqun və o hədisdəki nakira ismlarni və tunuşluq ismlarni ayırıb birin və ma'rifə ismi, yəni tunuşluq isminin hər birinin türünü bayan qılın. Anas ibn Malik radhiyallahu anhudan rivayet qılınıdı ki, ma'lum bir kishi Peyğəmbər sallallohu alayhi və səlləmdən so'radi. Müşədiki raculan degan nakira aniqsiz qaysi kishi ekanligini biz bilmadik. An-nabiyya bu aniq tunuşluq ism, chunki biz Peyğəmbər sallallohu bilamiz, ham alif lam bilan kelgan. Mata saatu ya Rasululloh sallallohu alayhi və səlləm. Qiyomat qachon? Müşədiki as-sa'a alif lam kirgan ma'rifa ism və Rasululloh bu ma'rifaga mudaf bo'lgan, ham mudaf bo'lmagan taqdirda ham nido bilan maqsad qilingan ma'rifa bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundoq dedi: "Sen qiyomatga nima tayyorlading?" "Men qiyomatga ko'p namoz yoki roza, ko'p sadiqa tayyorlamadim. Lekin men Alloh va Allohning payg'ambarini sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'raman." Bu jumladami salat, savm, sadaqa degan nakira ism. Walakin nediki ya damir ma'rifa ism. Allah ma'rifa ism, Rasulahu ma'rifa ism. Qala anta ma'a man ahbabta. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sen yaxshi ko'rgan odam bilan birga bo'lsan dedi. Bu jumladagi anta damir bilan ahbabta deki ta damir ma'rifa ism, man al-mavsul bu ma'rifa ism bo'ladi. Endi tekstni o'qib o'taylik. Mashqning qolganini tekstni o'qib bo'lib ishlaylik inshaalloh. Ad-darsu saminu 8-ci dars. Al-mushtari setib sahibul mahalli degan do'konning egisi, xo'jayini. Aladayka aqlamun sizda qalam bormi? Endi do'koningiz qalam bormi? Qalamlar demakchi. Na'am, ladayna aqlamu hibrin va aqlamun jaffa. Shundaq bizda rang qalam bilan jaffa degan quruq degan gap, ya'ni bir xil ranglik qalam, ko'k, qizil xil. A'tini zaka yushiru ila qalamin. Avni menga biring qalamni ko'rsatdi. Haza bumu la allazi fawqahu uning ustidagi. Haza bumu shundaq menga qarindosh qalam bering. Bu qarindosh qalam. Menga bir daftar bering. Ad-dafatiru anwa'un mukhtalifatun ayya naw'in turidu. Daftarlar har xil turli bo'ldi. Qaysi turni xohlaysiz? Qaysi tur lozim? Menga sirtida islom dunyosining xaritasi bo'lgan siziqliq varaqliq daftar lozim. Boshqa narsa lozimmi? Yo'q. O'g'lin to'laydi. Ey balam, bu narsalarni bir xaltaga qo'yg'in. Setuvag'uchiga, ya'ni xaridorga deydi. Siz o'quvchimi? Shundoq. Ismingiz nima? Ismim Malik. Qaysi maktabda o'qiysiz? Men Tuluq o'tir maktabda, ya'ni Umar ibn al-Xattob ismidagi Tuluq o'tir maktabda o'qiyman. Uningga iliq kichik bola xaltadagi narsalarni topshirib berdi. Yusallimu degan berdi. Va Malik u narsalarning pulini to'laydi va chiqib ketdi. Ey Malik, bu yoqqa keling. Bu bir taxta, chiroyli taxta. Oyatlar va hadislarni o'z ichiga olgan. Ya'ni oyat va hadislar yozilgan chiroyli taxta. Bu sizga hadiya bo'lsin. Rahmat, o'qiydi deydi. Ya'ni Malik taxtaydagi oyat va hadislarni o'qibdi. Ma indakum yanfadu va ma indallahi baq. Oyatning ma'nosi sizlardagi narsalar tugaydi va Allohning huzuridagi narsalar bo'lsa, mangu qoladi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi. Buning ma'nosi musulmon degan, musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat qolgan, xotirjam bo'lgan kishidir. Buni Shayxon, ya'ni ikki shayx rivoyat qildi degani, Imom Buxoriy bilan Imom Muslim rivoyat qildi degani. Tamarin ko'nikmalar. Birinchi tuvandagi savollarga javob bering. Savolning birinchisi Malik sotib olgan narsalar qaysilar? Ikkinchi Malik qayerda o'qiydi? Uchinchi maza hawatil lawhatu. Bu taxta yoki heliq taxta nimalarni o'z ichiga olgan? Mashqning 7-si. Tuvandagi har bir nakirani uning oldi tiliq ilingan yo'l bilan, vosita bilan ma'rifaga aylantiring. Birinchi sayyaratun, buni idofat bilan aylantiring debdi. Ya'ni sayyarani mudof qilib turib, keyingi bir ma'rifa ismni mudofun ilay qilsak bo'ladi. Ikkinchi rasulun, buni alif lam kirgizish orqali aylantiring. Ar-rasulu bo'ladi. Üçüncü ustazun, buni nida bilan aylantiring. Ya'ni maqsad qilingan nida bilan aylantirsak ya ustazu, ya'ni ma'lum bir ustozni ko'rsatib turib desak, bu ma'rifaga aylanib ketadi. Uchinchi darsdan chiqaring deyapti. Birinchi ma'rifaga mudof bo'lib kelgan ikki misol va nakira mudof bo'lib kelgan ikki misolni darsdan chiqaring. Mashqning 4-si. Oldingi bat bilan mavbat almashib qoldi. Yujrat tamrinani shafaviyani al-atiyani. Tuvandagi eg'izcha ikki mashqni
qılınıdı deydi, məşq qılındı. Birinci, yaqulu kullu talibin li zamilihi. Hər bir oxucucu özünün savaqdaşıga mundaq deydi. A'tini qalamak, kitabak, defterak deydi. Yəni mənim qalmağını bə, kitabını bə, defterini bə dep muşuna deydi. İkinci, yaqulu kullu talibin li zamilihi mushiran ila zamilin akhara. Hər bir oxucucu özünün savaqdaşıga başqa bir savaqdaşını göstərib durub mundaq deydi. A'tihi kitabaka, defteraka, mibrataka. Onun kitabını bəgin, defterini bəgin, ushluğucunu bəgin. Yani muşu tariqada məşq qılıdı deydi. Oxucular məşq qılsanlar buludu. 5-ci, tövəndiki feillarni ögünün. Nədə, yunadi, nədin. Nədə degan to'li de degan gap. Yunadi to'laydi. Nadin ism fa'il, yani to'lg'uvchi, nida qilg'uvchi degan gap. Dafa'a yadfa'u degan ishtirdi, ishtirdi degan gap yoki birdi desak ham bo'ladi. Nafida yanfadu tugdi tugaydi. Mundaq deysiz. Nafidat nusaxu hazal kitabi minal maktabati. Kütüpxanadan bu kitapning nusxasi tugab ketdi. Sallama shay'a lahu ay a'tahu iyyahu. Bir narsani uningga topshirib berdi degan gap. Bir narsani uningga berdi degan gap. Sallamtu daftara lil mudarrisi deysiz. Ya'ni men daftarni o'qituvchiga topshirib berdim deysiz. Mushu fe'illarningki ma'nosini va qanday ishlatilganligini o'rganib olsanglar bo'ldi. Yani sallama shay'a lahu, sallama yusallimu degan topshirib berdi, bir narsa topshirib berdi. Amma sallama alayhi fa ma'nahu qala lahu assalomu alayka. Amma sallama alayhi desak, u chaqda uning ma'nosi uningga assalomu alayka dedi deganlik bo'ladi. Yani salom berdi, salom qildi deganlik bo'ladi. Va qad arafta hadha min qabl, buning ma'nosini ilgari o'rganib bo'ldingiz. Endi salima yaslamu degan salomat qoldi degan gap. Mesela mundaq deysiz. İnqalabat sayyaratuhu walakinnahu salima bifadlillahi. Onun mashinasi o'rilib ketdi, lekin u Allohning fazli bilan salomat qoldi. 6-chi, tuvandagi ismlarning ko'pligini keltiring. Kiysun xalt degan gap. Lavhatun taxtay, xaritatun xarita, g'ilafun tishi, lisanun til, yadun qo'l. Bu ismlarning ko'pligi ba'zi tekstlarda o'tdi, ba'zilari chiqmadi. Chiqmaganlarini bilmaganlarni lug'at izlab axtarib topsanglar, o'rganib olsanglar bo'ldi. 7-chi, ma diddu fawqa. Fawqaning qarshisi nima degan gap, ya'ni tahta. Shuning bilan bugungi dars mushat tugadi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.